والعاقبة للمتقين والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İnsanlar uyida osoyishtalik, sakinat, orom topishligidan to'sadigan ishlar ko'p. Biz uylarimizga sig'ishligimiz uchun, uyimizda bir xotirjam, farovon hayot kechirishlik uchun faqat moddiy sabablarnigina to'ldirishlikka harakat qilamiz u boshqa tomondan g'ofil qolamiz. Uy olmoqchi bo'lgan odam mahalla kezib, uy qarab yursa, bugungi mavzuimiz uyimizdagi sakinat degan mavzu. Biz ana shu binoda nihoyatda bir mufahhar bo'lishligi, ta'mirda nihoyatda bir zamonbob bo'lishligi, mana shu narsalarga e'tibor beramiz u o'zi aslida mana shu uylarning ichida siz bilan bizni farovon, xotirjam, orom bilan yashashligimizga sabab bo'ladigan asosiy narsaga e'tibor qilmaymiz. Nima edi u? Farishtalarning bu uyda bo'lishligi. Bugungi suhbatimizning mavzusi xonadonlarimizda osoyishtalik bilan, xotirjamlik bilan barakatli turmush kechirishligimizning sabablaridan bo'lgan farishtalar haqida gaplashamiz. Endi nima ishlar qilsak, farishtalar uyimizdan chiqib ketadi-yu, nima ish qilsak, farishtalar mana shu uyimizda ko'p bo'ladi. Rahmatini, barakatini Alloh taolo olib tushadi. Demak, qaysi bir hovlidan, qaysi bir xonadondan qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, kattami, kichikmi, yangimi, eskimi, chiroylimi, xunukmi, farishtalar bu hovlini, xonadonni tark qilishligi bu xonadonda rahmatni, xotirjamlikni, barakotni yo'q bo'lishligiga sabab bo'ladi. Qaysi hovlida, qaysi xonadonda farishtalar bo'lmaydi? Biz quyida aytadigan sabablar umuman farishtalarni kirgizmay qo'yadigan sabablar emas. İnsanlarni muroqaba qilib turadigan yelkasidagi ikkita farishtasi, Alloh taoloni saqlab turuvchi farishtalar va boshqa farishtalar inson bilan doim birga bo'ladi. Biz aytayotgan farishtalar Allohning rahmati, sakinati, barakoti va sizga istig'for aytib turadigan, sizga salovat aytib turadigan farishtalarni yo'q bo'lishligi. Biz mana shu farishtalarni yo'q qiladigan, xonadonimizdan chiqib ketishlikka majbur qiladigan sabablarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, ota-onasiga oq bo'lgan